Yo, men tushunmayman. Nimani kelisholmayapsanlar? Nimani talashyapsanlar? Men senlarga boshida aytdimmi? Kirganda aytdim, o'rtoq bo'laring, do'stlashlaring dedimmi? Nimani kelisholmayapsan? Nimani kelisholmayapsanlar senlar? Asabimga nima bo'ldi o'zi? Joyimga o'tirib oldi. Joyimga o'tirib oldi. Problemani qara kattaligini. Joy tiqilyapti-ku, Rahmatjon. Sen nima joyiga o'tirib olding? Oting nima sani o'zi? Asilbek. Menga qaralaring. Xullas, ertaga hammang ota-onalaring bilan kelasizlar. Tushundilaringmi? Ustoz shart emas, iltimos. Mayli, keyingi safar agar yana qaytarilsa, ota-onalaring bilan kelasizlar. Tushundilaringmi? Ha? Hozir chiqaman. Tushundilaringmi? Aha. Sansirama. Bo'pti, kuzatib qo'yasizmi uyimgacha? Sansirga qo'y. Narsani yig'ishtirib, pasta bo'laman. Какая проблема, да? О, чему? Baxtga? Tushunmadim. Sakinsa menga bu taqillik. Qisib yurlaring. Tushundingmi? Alo. Assalomu alaykum. O'xshamadi. Advokat? Xo'p. O'qish qatdan topaman. Xo'p, tushunarli. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Ertalabdan sizlar uchun yangi video qo'ydim. Like bosib, komment yozish esingizdan chiqmasin. Befarosatmisan? O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarligi 41-modda haqorat qilish 20 barobardan 40 barobargacha. Ertalabdan nima qilyapsiz bu yoqda? Istoriya o'tdim. Blogermisiz? Uzr. Oxirroq so'raysiz bo'lmasmidi? Bo'lmasa siz bilan tanisha olmasdim. Aybim shu uchun ish olishingizga yordam beraymi? Yaxshi bo'lardi. Ismingiz nima? Sitora, o'zingizcha. Nomeringizni bersangiz aytaman. Tupoy. O'zbekiston Respublikasi 41-modda. Bo'ldi. Любовь, я давно уже в нее не верю. Любил, но давно уже с тобой не делим. А ты попросила быть с тобой рядом, но ты не